Bolam yana isitmalayapti, yana yo'talyapti, xirilyapti, nafas qisyapti. Muzlash natijasida qayta kasallik yuzaga kelib chiqishi mumkin. Qusvarish holatlari ham kelib chiqadi. Tish chiqishi haqiqatan har doim ham isitma beravermaydi. Kompyuter o'ynaydi, telefon o'ynaydi, televizorni ko'p kech uxlashadi. Ovqat hazm qilishida ham o'ziga xos muammolar paydo bo'ladi. Hozirgi vaqtda ko'plab bemorlar murojaat qilishyapti yo'tal masalasi bo'yicha. Yo'talganda o'qchib yo'talyapti. Ba'zan yo'tal bo'lgandan keyin qusish kuzatilyapti. Rangida qizarib ketish holatlari kuzatilyapti. Onalarimizda savol paydo bo'lgan, ko'k yo'talmasmi bolam degan. Ko'k yo'tal bilan hozirgi bronxitdagi yo'talning farqini aytib o'tmoqchiman. Ko'k yo'talning farqi bolani birinchi bo'lib privivka AKDS olganmi, olmaganmi shuni so'rashimiz kerak. Va yo'tal necha kundan beri davom etyapti. Ko'k yo'talda 10 kundan oshiq yo'talayotgan bo'ladi va pristuplari bor. Uni asosan kechqurun yoki ertalab tongda kuzatiladi. Yo'talgandan keyin qizarib ketib, o'qchib qusvarish holatlari ham kelib chiqadi. Bulardan so'raganimizda 10 kundan beri yo'talga qarshi dori beryapman, natija bermayapti. Nabarot kundan kunga kuchayib bormoqda deb aytishadi. Biza bunaqa holatda boladan PCR analizi bor, tomoqdan ko'klushga bakpasev olamiz. Shu bakpasevda parako'klush, ko'klush va bronxoseptikoz degan kasallikka bor yo'qligi chiqadi. Shunga qarab baholasak bo'ladi. Endi oddiy bronxitda ham shunaqa qusvorgan holatlaridan so'raydigan bo'lsak, ularda 3 kundan beri yo'talyapti, dori beryapman deydi. Unaqa ertalab tongda, kechasimi desangiz, yo'q, kun davomida xohlagan vaqtda asosan yig'laganda yoki ovqat yeb tiqilib qolganda, dori ichganda kuzatilyapti deb aytishadi. Va bu bronxitda virus aralash kelsa, ko'pincha isitma ham kuzatilishi mumkin. Bularni davolaganimizda natija 3 kunga qolmasdan beradi. Ko'k yo'tal kasalligida natija ola olmaysiz. Yo'tal borgan sari kuchayib boraveradi. Har shamollashdan keyin yo'tal qolib ketishi xavflimi? Har shamollashdan keyin ko'pincha dorilarni tugatib qo'yishadi ota-onalarimiz. Bo'ldi bolam o'sha kurs lecheniyasi tugadi deb, lekin vaholanki bola hali ham ikkita yo'tali yurgan bo'ladi. Keyin bir haftadan keyin kelib, bolam yana isitmalayapti, yana yo'talyapti, xirilyapti, nafas qisyapti degan savol bilan murojaat qilishadi. Bunaqa paytda lecheniya tugagandan keyin ko'pincha bolalarni terlaydi. Terlaganda o'sha yo'talgandan organizm kasallik bilan kurashgandan keyin holsizlanish, kamqonlik, vitaminlarning kamayib ketishi, kalsiy, D vitaminlarning kamayib ketishi hisobiga terlash kuchayib, o'sha terlaganda bolani badani muzlab qoladi. Muzlash natijasida qayta kasallik yuzaga kelib chiqishi mumkin. Shuni oldini olish uchun shu bolada kalsiy preparatlari, D vitamin, agar anemiyasi kuzatiladigan bo'lsa, qon ko'paytiradigan dorilar, polivitaminlarni beradigan bo'lsak, o'sha terlashini oldini olgan bo'lamiz, ham boladan kasallik yuqishini oldini olgan bo'lamiz. Har bitta bolani organizmini o'zini har virusga qarshi kurashish qobiliyati bo'ladi. O'shani biz kuchaytirib turishimiz kerak. Tish chiqishi haqiqatan ham isitma beradimi? Tish chiqishi haqiqatan har doim ham isitma beravermaydi. U agar tish chiqishi bilan kasallikni isitmasini farqiga boradigan bo'lsak, tish chiqishida 37,7, 37,8 dan oshmaydi va 3 kundan ortiq bezovta qilmaydi bolani. Kasallikda 39-40 gacha ko'tarilishi mumkin va unda boshqa belgilar ham paydo bo'ladi. Qorin og'rig'i, yo'tal, ovqat yemaslik, titrash, qusish, rangi nimramir bo'lib ketishi yoki ichib ketishi kuzatilishi mumkin. Bola kech uxlab, kech uyg'onsa, bu sog'lig'ida ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi. Bolalar ko'pincha kompyuter o'ynaydi, telefon o'ynaydi, televizorni ko'p
ko'p kech uxlashadi. Bunaqada kechqurun ko'pincha alahsirash yoki cho'chib uyg'onish, baqirib yig'lashlar kuzatiladi va ertalab ham kech turadi. Bular kun davomida holsizlanib, ovqatga ishtahasi bo'lmay, ovqat hazm qilishida ham o'ziga xos muammolar paydo bo'ladi. O'shaning uchun bolalarni kechqurun 9 da, eng kechi 10 da uxlatishimiz shart. Va ertalab 8 soatdan keyin bemalol uyg'onsa, biz uchun bu normal holat hisoblanadi. Tushunarli, rahmat, javob oldik.